Agar uyingizga gaz xizmati xodimlari kelib, hisoblagichni tekshirdik, plombada muammo bor, qarzdorlik chiqdi yoki 7500 bin so'm jarima yoziladi desa, bu video siz uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta e'tiborsiz qoldirilgan dalolatnoma yoki bitta vaqtida berilmagan ariza sababli odamlar katta pul to'lashga majbur bo'lib qolishi, hatto qarz ijroga o'tib, mol-mulkiga cheklov tushishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Gaz hisoblagichi tekshirilganda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi holatda jarima qonuniy bo'lishi mumkin? Qaysi holatda esa siz o'zingizni himoya qilishingiz shart? Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumot har bir xonadon egasiga kerak bo'ladi. Avvallari ko'pchilik gaz bo'yicha ishni juda oddiy deb o'ylardi. Oy oxirida ko'rsatkichni aytaman, to'lovni qilaman, tamom. Hisoblagich uyda turadi, plomba bor, gaz kelib turibdi. Demak, hammasi joyida. Lekin amaliyotda vaziyat ancha murakkab. Gaz hisoblagichi faqat sizning sarfingizni ko'rsatadigan oddiy qurilma emas. U gaz ta'minoti tashkiloti bilan sizning o'rtangizdagi hisob-kitobning asosiy dalilidir. Agar shu qurilma bo'yicha shubha tug'ilsa, masalan, plomba shikastlangan deyilsa, hisoblagich ko'rsatkich bermayapti deyilsa, magnit ta'siri bo'lgan deyilsa yoki muddatida qiyoslovdan o'tmagan deyilsa, sizga katta miqdorda qayta hisob-kitob chiqarilishi mumkin. Oldin ko'p joylarda nazorat biroz yumshoqroq bo'lgan. Xodim kelardi, ko'rsatkichni yozardi. Ayrim hollarda og'zaki ogohlantirib ketardi. Hozir esa raqamlashtirish, qarzdorlik bazalari, ijro hujjatlari, dalolatnomalar va elektron tizimlar ancha kuchaydi. Bu nimani anglatadi? Endi biror hujjat rasmiylashtirilsa, u shunchaki qog'oz bo'lib qolmaydi. U keyinchalik qarzdorlik esa sudga yoki majburiy ijroga, majburiy ijro esa bank kartangizga, avtomobilingizga, uy-joyingiz bo'yicha taqiq yoki cheklovlarga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, gaz bo'yicha kelgan har qanday tekshiruvda siz befarq bo'lmasligingiz kerak. Bu yerda eng katta xato shuki, odamlar xodim nima desa, shuni imzolab yuboradi. Mayli, keyin borib tushuntiraman. Men aybdor emasman-ku, o'zi hal bo'ladi. Imzo qo'ymasam gazni uzib ketadi deb o'ylaydi. Aslida esa siz imzo qo'ygan dalolatnoma keyin sizga qarshi dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin real hayotda shunday holatlar juda ko'p. Odam hujjat mazmunini o'qimasdan imzo qo'ygan, keyin 5 million, 7 million, 10 million so'm qayta hisob-kitob chiqqan. So'ng men bunday demaganman deb isbotlashga qiynalgan. Eng avvalo, hisoblagich, plomba va gaz tarmog'i bo'yicha javobgarlik chegarasini tushunib oling. Xonadon ichida turgan hisoblagich, unga o'rnatilgan plomba, gaz jihozlarining holati bo'yicha iste'molchi ham mas'ul bo'ladi. Lekin bu degani har qanday muammo avtomatik ravishda sizning aybingiz degani emas. Masalan, plomba eskib qolgan bo'lishi mumkin. Hisoblagich zavod nuqsoni sababli noto'g'ri ishlagan bo'lishi mumkin. Xodimlar oldingi tekshiruvda plombani noto'g'ri o'rnatgan bo'lishi mumkin. Yoki ko'rsatkich bazaga noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Birinchi real misolni olaylik. Bir oila har oy gaz uchun o'rtacha 120 ming so'm to'lab kelgan. Uyda 4 kishi yashaydi, gaz plita va isitish qozoni bor. Qishda sarf oshadi, yozda kamayadi. Bir kuni nazoratchilar kelib, hisoblagich plombasida iz bor deyishadi. Dalolatnoma tuziladi. Agar oila dalolatnomani o'qimasdan imzolasa, keyin ularga hisoblagichga aralashuv bo'lgan degan asos bilan bir necha oy yoki belgilangan davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Natijada 7500 ming so'm yoki undan ham katta summa chiqishi ehtimoli bor. Lekin agar oila darhol dalolatnomada plomba shikastlanganini tan olmayman, ekspertiza talab qilaman, hisoblagich yechish jarayonini video qilaman deb yozsa, vaziyat boshqacha bo'ladi. Chunki keyin tashkilot faqat og'zaki gap bilan emas, dalil bilan isbotlashi kerak bo'ladi. Ikkinchi misol. Kvartira ijaraga berilgan. Egasi boshqa shaharda yashaydi. Ijarachi gaz to'lovini vaqtida qilmagan, hisoblagich ko'rsatkichini ham noto'g'ri bergan. 1 yildan keyin egasi xabar topadi. Katta qarz yig'ilgan. Ustiga jarima yoki qayta hisob-kitob qo'shilgan. Bu holatda kim aziyat chekadi? Ko'pincha mulk egasi. Chunki gaz shartnomasi ko'pincha xonadon egasi nomida bo'ladi. Shuning uchun men kvartirasini ijaraga berganlarga alohida aytaman, har oy hisoblagich rasmini so'rang. To'lov chekini so'rang. Gaz idorasidagi shaxsiy hisob raqamini tekshirib boring. Ijarachi yaxshi odam degan ishonch huquqiy himoya emas. Bugun yaxshi, ertaga ketib qoladi.
qarz sizga qoladi. 3-misol. Uy sotib olinyapti. Xaridor kvartirani ko'rdi, narx kelishildi. Notariusga borishmoqchi. Lekin gaz, elektr, suv bo'yicha qarzdorlik tekshirilmagan. Keyin yangi egaga eski davrdan qolgan muammo chiqadi. Qonunan ayrim qarzlar bo'yicha masala eski egachaga tegishli bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda xizmat ko'rsatuvchi tashkilot obyekt bo'yicha cheklov qo'yishi, gazni ulashda muammo qilish yoki yangi shartnoma tuzishda qarzni yopishni talab qilishi mumkin. Shuning uchun uy sotib olishdan oldin men doim 3 ta narsani tekshirishni maslahat beraman. Shaxsiy hisobda qarz bormi? Hisoblagich qiyoslov muddati o'tmaganmi? Plomba va dalolatnomalar bo'yicha nizo yo'qmi? Bu 15 daqiqalik tekshiruv sizni millionlab so'mdan saqlashi mumkin. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, hisoblagichi eski bo'lganlar. Agar hisoblagich yillar davomida qiyoslovdan o'tmagan bo'lsa, bu albatta xavf. Ikkinchidan, uyda gaz qozon, isitish tizimi, issiq suv kolonkasi bo'lganlar. Chunki sarf ko'p bo'ladi va qayta hisob kitob ham katta chiqadi. Uchinchidan, uzoq vaqt uyda yashamagan, lekin gaz shartnomasi nomida turganlar. To'rtinchidan, kvartirasini ijaraga berganlar. Beshinchidan, yaqinda uy sotgan yoki sotib olmoqchi bo'lganlar. Oltinchidan, avval gaz xodimlari kelib og'zaki ogohlantirgan, lekin hech qanday hujjat bermagan xonadonlar. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar hisoblagichingiz yangi, qiyoslov muddati o'tmagan, plombalar joyida, har oy ko'rsatkich va to'lovlar rasmiy tizimda aks etayotgan bo'lsa, sizda xavf ancha past. Lekin baribir menda hammasi joyida deb butunlay beparvo bo'lmang. Chunki ba'zida xatolik iste'molchidan emas, bazadan chiqadi. Masalan, siz 100 kub gaz sarflagansiz, lekin tizimga 1 kub kiritilgan bo'lishi mumkin. Yoki oldingi oy ko'rsatkichi noto'g'ri yozilgan, sabab keyingi oyda katta farq paydo bo'ladi. Bunday holatlarda hujjat, chek, skrinshot va hisoblagich fotosi sizning eng kuchli himoyangiz bo'ladi. Endi eng nozik masalalarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Imzo qo'ying. Bu shunchaki tekshiruv uchun degan gap. Har qanday qog'ozni imzolashdan oldin uni oxirigacha o'qing. Dalolatnomada nima yozilgan? Plomba buzilgan deb yozilganmi? Iste'molchi tan oldi deb yozilganmi? Gazdan noqonuniy foydalangan degan ibora bormi? Hisoblashga tashqi ta'sir ko'rsatilgan deyilganmi? Mana shu so'zlar keyin katta oqibatga olib keladi. Agar siz rozi bo'lmasangiz, imzo yoniga albatta o'z izohingizni yozing. Dalolatnoma mazmuniga rozi emasman, holatni tan olmayman. Mustaqil tekshiruv va ekspertiza talab qilaman. Bu juda muhim. Ikkinchi tuzoq. Xodimlarning og'zaki bosimi. Hozir imzo qo'ymasangiz, gazni uzamiz. Keyin jarima yanada ko'payadi, baribir yutqazasiz kabi gaplar bo'lishi mumkin. Men hamma xodimlar shunday deya olmayman. Albatta ko'pchilik o'z ishini qonuniy bajaradi. Lekin siz iste'molchi sifatida huquqingizni bilishingiz kerak. Agar siz nizo qilayotgan bo'lsangiz, hujjat so'rashga, guvoh chaqirishga, video olishga, dalolatnomaga izoh yozishga, rahbariyatga ariza berishga haqlisiz. Gazni uzish tartibi ham o'z-o'zidan og'zaki buyruq bilan emas, belgilangan tartibda amalga oshirilishi kerak. Uchinchi nozik joy, hisoblagichni yechib olib ketish. Agar hisoblagich ekspertizaga yoki qiyoslovga yuborilsa, yechish jarayoni rasmiylashtirilishi kerak. Hisoblagich raqami yozilishi kerak. Ko'rsatkich yozilishi kerak. Plombalar holati qayd etilishi kerak. Qaysi paketga yoki qutiga solingani ko'rsatilishi kerak. Siz bu jarayonni telefoningizga video qilib oling. Video olishdan uyalmang. Bu janjal qilish emas, bu o'zingizni himoya qilish. Videoda sana vaqt, xodimlarning ismi, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba holati ko'rinsa, keyin nizo chiqqanda juda foydali bo'ladi. 4-chi nozik joy, qiyoslov muddati. Hisoblagichlar ma'lum muddatda metrologik tekshiruvdan o'tishi kerak. Agar muddat o'tib ketgan bo'lsa, tashkilot sizdan hisoblagichni qiyoslovdan o'tkazishni talab qilishi mumkin. Lekin bu yerda ham tafsilot muhim. Sizga oldindan xabar berilganmi? Muddat qachon tugagan? Kimning majburiyati bo'lgan? Hisoblagich qayerda joylashgan? Unga kirish imkoniyati bormi? Ayrim holatlarda iste'molchi haqiqatan ham e'tiborsizlik qilgan bo'ladi. Boshqa holat esa tashkilot o'z vaqtida ogohlantirmagan yoki bazadagi ma'lumotni yangilamagan bo'lishi mumkin. Demak, har bir holat alohida ko'riladi. 5-tuzoq. Jarima va qayta hisob kitobni adashtirish. Ko'pchilik har qanday katta summani jarima deb ataydi. Aslida u ma'muriy jarima bo'lishi mumkin, qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Qarzdorlik bo'lishi mumkin yoki zarar undirish bo'lishi mumkin. Bu juda muhim farq.
Chunki qaysi asosda pul talab qilinayotganiga qarab sizning e'tiroz tartibingiz ham o'zgaradi. Agar sizga 7-5 ming so'm deyishsa, darhol so'rang, bu summa qaysi hujjat asosida hisoblandi? Davri qaysi oylar? Formulasi qanday? Tarif qaysi? Dalolatnoma raqami nechi? Kim tasdiqlagan? Sizga faqat kompyuter shunaqa chiqardi deyishsa, bu yetarli emas. 6-nozik masala qarz ijroga o'tishi. Agar tashkilot sizdan pul talab qilsa va masala sud yoki ijro tartibiga chiqsa, keyin bank hisoblaringizga cheklov, ish haqingizdan ushlab qolish, avtomobilga taqiq, ayrim holatlarda mol mulkka qaratilgan choralar bo'lishi mumkin. Kvartirani yo'qotish degan qo'rquv ham shundan kelib chiqadi. Odatda bitta kommunal qarz uchun darhol uy olib qo'yiladi deb vahima qilish noto'g'ri. Lekin qarz katta bo'lsa, sud qarori bo'lsa, ijro hujjati bo'lsa, odam yillar davomida e'tiroz bildirmasa, hech narsa qilmasa vaziyat og'irlashadi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l birinchi kundanoq hujjatlarni talab qilish va yozma e'tiroz berish. 7-nozik joy, uy egasi vafot etgan, meros ochilmagan yoki hujjatlar eski nomda qolgan holatlar. Bunday vaziyatda gaz shartnomasi bir odam nomida. Uyda esa boshqa odamlar yashayotgan bo'lishi mumkin. Keyin qarzdorlik, dalolatnoma yoki tekshiruv bo'yicha kim javob beradi degan muammo chiqadi. Men bunday oilalarga maslahat beraman. Meros hujjatlarini tartibga keltiring. Mulk egasini rasmiylashtiring. Gaz shartnomasini amaldagi egaga o'tkazing. Hujjatlar tartibsiz bo'lsa, har qanday nizo 2 barobar qiyinlashadi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam: hoziroq gaz bo'yicha shaxsiy hisobingizni tekshiring. Qarz bormi? Oxirgi to'lov qachon tushgan? Oxirgi ko'rsatkich nechi? Hisoblagich raqami tizimdagi raqam bilan bir xilmi? Agar ilova yoki sayt orqali tekshirish imkoniyati bo'lsa, skrinshot qiling. Agar mahalliy gaz idorasiga borish kerak bo'lsa, borib ma'lumotnoma yoki yozma javob oling. Ikkinchi qadam: hisobchini suratga oling. Suratlarda umumiy ko'rinish, hisoblagich raqami, ko'rsatkich, plomba, ulanish joylari aniq ko'rinsin. Buni har oy bir marta qiling. Ayniqsa to'lov qilgan kuni suratga oling. Masalan, 1 fevral kuni ko'rsatkich 2 bitta debki ko'p bo'lsa, shu kuni to'lov chekini ham saqlang. Keyin 20 mart kuni 20 kub bo'lsa, farq begetir kub ekanini o'zingiz ham nazorat qilasiz. Agar tizim birdan 700 kub farq chiqarsa, sizda dalil bor. 3-qadam: xodimlar tekshiruvga kelsa, ularning xizmat guvohnomasini so'rang. Ism, familiyasi, lavozimi, qaysi tashkilotdan kelgani, nima asosda tekshiruv o'tkazayotgani bilan qiziqing. Bu hurmatsizlik emas. Sizning uyingizga odam kiryapti. Hisoblagichingizni tekshiryapti, hujjat tuzyapti. Demak, siz kim bilan gaplashayotganingizni bilishingiz shart. 4-qadam: dalolatnomani shoshilmasdan o'qing. Agar tushunmasangiz, men hujjatni o'qib chiqaman, keyin imzo qo'yaman deng. Hech qachon bo'sh joy qoldirilgan hujjatga imzo qo'ymang. Hech qachon keyin to'ldiramiz degan qog'ozga imzo qo'ymang. Agar rozi bo'lmasangiz, izoh yozing. Masalan, ko'rsatilgan holatlarga rozi emasman. Plomba buzilganini tan olmayman. Hisoblagich mustaqil ekspertiza qilinishini talab qilaman. Dalolatnoma nusxasini oldim. Agar nusxa berishmasa, telefoningizga suratga olib qo'ying va nusxa berilmadi deb yozing. 5-qadam: og'zaki gaplashish yetarli emas. Gaz ta'minoti tashkilotiga ariza yozing. Arizada shaxsiy hisob raqamingizni, manzilingizni, telefoningizni, dalolatnoma raqamini ko'rsating. Menga chiqarilgan summa asoslarini tushuntirib berishingizni, hisob-kitob formulasi va davrini yozma taqdim etishingizni. Hisoblagich bo'yicha ekspertiza o'tkazilishini, nizo hal bo'lguncha asossiz cheklov qo'llamaslikni so'rayman deb yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydiring. Agar qabul qilishmasa, pochta orqali buyurtma xat qilib yuboring yoki elektron murojaat qiling. 6-qadam: agar summa katta bo'lsa, darhol mutaxassis yoki yurist bilan maslahatlashing. 7-500 ming so'm kichik pul emas. Ba'zan odamlar yuristga pul ketadi deb o'ylab, keyin 10 barobar ko'proq zarar ko'radi. Hech bo'lmasa hujjatlarni ko'rsatib, dalolatnomada nima yozilganini tushunib oling. Agar hisob-kitob noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz tayyorlanadi. Agar ekspertiza kerak bo'lsa, talab qilinadi. Agar sudga da'vo berish yoki tashkilot qaroriga shikoyat qilish kerak bo'lsa, muddat o'tkazib yuborilmaydi. 7-qadam: to'lovlarni kelishib beraman degan begona odamlarga topshirmang. Ba'zan kimdir gaz idorasida tanishim bor, jarimani
kamaytirib beraman deydi. Bunday gaplarga juda ehtiyot bo'ling. Pulni faqat rasmiy kassaga, bank orqali yoki rasmiy ilova orqali to'lang. Chekni saqlang. Agar kimdir naqd pul so'rasa, rasmiy kvitansiya bermasa, bu katta xavf, keyin na qarz yopiladi, na pulingizni qaytarib olasiz. 8-qadam. Uy sotayotgan yoki olayotgan bo'lsangiz, kommunal tekshiruvni bitimdan oldin qiling. Gaz idorasidan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot oling. Hisoblagich ko'rsatkichini oldi-sotdi shartnomasi kuniga yaqin suratga oling. Eski va yangi egalar o'rtasida hisob-kitobni yozma belgilang. Agar uy ijaraga berilsa, ijara shartnomasiga gaz, elektr, suv to'lovlari kim tomonidan va qaysi muddat to'lanishi aniq yozilsin. Har oy chek yuborish majburiyati ham kiritilsin. 9-qadam. Gaz jihozlariga o'zboshimchalik bilan tegmang. Hisoblagichni ko'chirish, plombaga tegish, quvurga qo'shimcha ulash, ustaga shunchaki ulab bering deyish juda xavfli. Bunda ishlar faqat vakolatli mutaxassislar orqali rasmiy hujjat bilan qilinishi kerak. Chunki keyin men bilmaganman degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Gaz bu xavfsizlik masalasi ham. Noqonuniy ulanish faqat pul emas, hayot uchun ham xavf. 10-qadam. Barcha hujjatlarni bitta papkada saqlang. Shartnoma, to'lov cheklari, hisoblagich pasporti, qiyoslov hujjati, dalolatnomalar, arizalar, javob xatlari, suratlar va skrinshotlar bo'lsin. Oddiy odamga bu ortiqcha ishdek tuyuladi, lekin nizo chiqqanda aynan shu papka sizni himoya qiladi. Men ko'rgan ko'p holatlarda yutgan odam eng baland gapirgan odam emas. Eng yaxshi hujjat to'plagan odam bo'lgan. Bugun aytganlarimning mazmuni shuki, gaz hisoblagichi bo'yicha tekshiruvga yengil qaramang. 7-5 ming so'm yoki undan katta summa birdan paydo bo'lib qolmaydi. Odatda uning ortida dalolatnoma, hisob-kitob, qarzdorlik yoki rasmiyat talab bo'ladi. Sizning vazifangiz vahima qilish emas, hujjat talab qilish, o'qib imzo qo'yish, rozi bo'lmasangiz izoh yozish, dalillarni saqlash va vaqtida yozma e'tiroz berish. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham, uyingizni ham keraksiz xavfdan himoya qilasiz. Agar sizda ham gaz hisoblagichi jarima, qarzdorlik yoki tekshiruv bo'yicha holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni like qiling, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda oddiy odamlar bilishi shart bo'lgan huquqiy va amaliy masalalarni sodda tilda tushuntirib boraman.